Saudiya hukumati yangi qonun qoida joriy qildi. Xatimga ayollarni shu doira ostida olib kirishni rejalashtirishda hamda bu muvaffaqiyatli o'tyapti. Ko'pchilik tavof qilguvchilarga xalaqit bermasdan xatimga namoz o'qishga olib kirishyapti. Mana xatim bo'sh turibdi, inshaalloh. Olib o'tishdi. Ko'rasizlar, askarlarni nazorati ostida hammaliga begona odamni qo'shilmaydi. Hozir ayni damda bu arqon ichiga kirib olish xohlaydiganlar juda ko'p. Xuddi Madina Munavvarada Ravzaga kiradigan hoji onalarimiz tasrif bilan bu yerda ham hozircha faqat jonli navbat orqali kirilyapti. Ana hozir shu turishda bitta tavof turib, xatimga olib kirishadi. Ana xatim oralig'i Ka'bani qurilmay qolgan qismi. Kimki shu doiraning ichiga kirib, yarim oy shaklida ichiga kirib namoz o'qisa, Ka'bani ichiga kirib namoz o'qigan bo'ladi, inshaalloh. Ko'rasizlar, mana askarlar bitta tavof qilib yaqinlashib, xuddi 50 boshlar singari hojilarni olib borishyapti. Mashaalloh. Juda ham zo'r qilishibdi, shu tartibni joriy qilishibdi. Ayniqsa agarda Hajra Aswad toshi ham o'qish tartibini joriy qilishsa, juda ham zo'r bo'ladi. Hamma hoji onalarimiz xatimga kirib borishyapti, mashaalloh. Ko'rasizlarmi? Allohim tez kunlarda nasib qilsin. Shu hojilar singari xatimga kirib namoz o'qish. Hammalarga. La havla va la quvvata illa billah. Allohim o'zi har bir bandasiga shu Ka'bani ko'rsatgan ko'zlari-yu iymoni singari o'zining husn jamolini ko'rishni nasib qilsin. Shu jarayonda keyingi hojilarni, ya'ni hoji onalarimizni mana kutishyapti. Ular chiqishadi, ular kirishadi inshaalloh. Ertalab 8:00 dan yoki 7:00 dan to 11 gacha inshaalloh shu davom etadi. Kelinglar, Ka'ba sizlarga muntazir azaqli ibodat qilinglar. Bu ma'lumotlar sizlarga Umar Makka Madina yetkazdi. Inshaalloh bundan-da zo'r g'oyalarni hamda ma'lumotlarni yetkazishga qo'ldan kelgancha sizlarga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.